qalaysan Barsa? Hali ham xafa bo'lib o'tiribsanmi? Nima edi? Yomonmi? Necha kun o'tib ketgan bo'lsa? Yaxshi bo'pti. Sen bilan boshqa mashg'ulotlarga bormayman. Bilib qo'y. Iye. Voy. Voy. Ko'ryapsanmi? Ular forma kiyib olibdimi? Yana bo'lib qoladi El Clasico. Endi yutamisizlar-yu. Nima? Hech qanaqasiga. Biz yutamiz, sizlar yutmaysiz. Ay. O'zi ko'pda tepishni bilasanmi? Bizami? Xuddi o'zlaring boblab tepib qo'yganini gapirasanlar. 1 soatdan keyin mahallamizdagi maydonda ko'rishamiz. Bizlar bilan o'ynamoqchi ekan bular. Ko'ramiz kim zo'r tepishini. Ko'ramiz. Ko'rsatib qo'yamizmi ularga? Ha, ko'rsatib qo'yamiz. Kelishdik. Kim olgan formini qara. O'zingnikini qara. Futbolkani, sovuqligini. Bo'ldi. 1 soatdan keyin maydonda ko'rishamiz. Manchi. Atush. Voy, boshim. Yes! Suv. Aha! O'zlaring plommasalar, mendan nima kutsanlar? Voy! Qoyil! Sharmandalar. Qizlarga yutqizib o'tiribdi. Hoppa! Yutqizdik-ku. Ishqilib mahallaga nomimiz chiqib ketmasa bo'ldi. Lekin zo'r gol urishdi-ya. Sharmanda. Sen qaytarish o'rniga dumalab yotding-u. Ishqilib videoga olishmagan bo'lsin-da. Yo'larimizni qara. Zo'r chiqdi-ya. Hamma joyga tarqalib ketdi-ya. Qara. Voy. Kim zo'r debargan? Instagram yulduzlari. Ketdik. Voy, bolalar, yondik. Qizlar, biz hazillashuvdik ekan. Qizlar to'xtalaring. Menga nima? To'xtanglar. Yo, Nodir Ne'matovich. Daftaringni berib tur, qizg'anma endi. Bo'ldi, jim bo'lasizlarmi, yo'qmi? Mana nima qiling? Daftarimni ber. Voy, ustoz keldi. Va alaykum assalom. Nima to'polon? Nodir Bahodirovich, mana ahvol. Jim o'tirmaydi bular. Demak, xonaga yashirin kamera o'rnatganman. Voy. Hammasini suratga oladi va ota-onalarni chaqirib, majlis o'tkazib, o'zinglarni ko'rsataman. Tushunarlimi? Ha, ustoz qatta eding? Qatta? Bo'ldi. Bugundan boshlab har bittani yozib olib, ota-onangga ko'rsataman. Siz ham sal qattiq bo'ling. Yangi o'qituvchi bo'lganingiz bilan siz tajribali o'qituvchisiz. Xo'p bo'ladi. Darsni davom ettiring. Rahmat. Hey Zebo, Ha, nima deysan? kecha uyimda yotishimdan oldin non yeb yotgandim. Ishi tushib qolmabdimikan? Jinnimisan? U faqat maktabda, sen uyingda nima qiladi kamera?
Sumkasida kamera yo'qmi? Kamera sumkamda nima qiladi? Kamera shuni ichida emasmikan? Kamera qayerga qo'ygan bo'lsa mumkin a? Qayerga qo'ygan bo'lishlari mumkin a? Bu oddiy marker-ku. Markerda kamera nima qiladi? Yo, bularning ichida bo'lmaydi. Qurt bor ekan. Balki shudir yashir kamera. Xo'sh, bolajonlarim. Yashirin kamerani topdinglarmi? Yashirin kamerani bilmadik-ku, lekin yashirin qurt topdik. Yaxshi, yaxshi. Aslida yashirin kamera yo'q. Voy. Yashirin kamerani endi qo'yamiz. Bugungi voqeadan keyin albatta yashirin kamera qo'yish fikri paydo bo'ldi. Shunga endi yashirin kamera qo'yamiz. Domla ham bemalol dars o'tadilar. Tushunarlimi bolajonlar? Biz qancha qidirdik. Yaxshi ta'lim olinglar, bilim olinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hamma keyingi darsga tayyorlanib kelsin. Ali? Sen bugün futboling bor edi-ku? Niye bormading? Hali vaqtim bor, ozgina o'ynay. Mayli, bo'pti, o'zing bilasan. Ali? Sen bugün futboling bor edi-ku? Ne bormading? Hali vaqt bor, ozgina o'ynay. Mayli, bo'pti, o'zing bilasan. Bo'pti, bor. Ali Nur! Ali, Mohinur qalaysan, yaxshimisan? Ha, yaxshi. Ali Nur qayerda? Ha, uyda futbol o'ynayapti. Futbol o'ynayapti? Ha, futbolistlar. Ali, futbolga bormaymizmi? Hali vaqt bor-ku, keyin o'ynaymiz. Mayli, bo'laqa aka. Qani? Voy, qo'y. Ali Nur, qalaysan, yaxshimisan? Qalaysan, yaxshimisan? Futbolga bormaysanmi? Boraman. Sal keyinroq. Sen boraver, o'zim boraman. Ye, kech qolmaysanmi? Yo'q, kech qolmayman, bo'pti. Boraman. Ali, ish qilib kech qolmayapmizmi? Yo'q, menimcha xos qarayman. Qarachi? Yo'q, hali 1 soat bor, bemalol o'ynaymiz. Aniq-a? Ha. Yutishga yutdilaring-u, lekin chempionatlaringni o'tkazib yubordilaring. Oh no. Ajab bo'pti. Sekin qoshingni ko'tar. Kattadan Kimga isqa qilgan? Avoy ustoz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'tiringlar. Xo'p, sinfingizga yangi o'quvchi keldi. Ismi Asal. Sizlar tanishib olginglarcha, a? Men hozir kelaman. Aha. Hop. Kel meni yonimga o'tir, ke. Yaxshimisizlar? Menga nimadir bo'lganmi? Xullas, bizda yangi
bilan kelganlar 3 ta sinovdan o'tish kerak. Voy, yana shu sinovlarmi? O'zim men sinovlardan qochib shotga keluvdim. Birinchi sinov. Baland baqirib, assalomu alaykum deshing kerak. Baland ovozdami? Ha. Baqirib, Assalomu alaykum! voy. Xo'p, mayli. Birinchi sinovimizdan o'tding. Bizning ikkinchi sinovimiz. Men 3 gacha sanayman. Tezda daftar topishing kerak. Voy, menda daftar yo'q. Xo'p, boshladim. 1 2 3. Mana topdim. Voy, Izzat, Voy. o'zimiz yaragan-u, o'zlashtirish ham yaxshi ekan. Uchinchi sinovimizni bir turib aytaman. Bo'ldi, unda. Yaxshi. Xullas, Asal, sani sinfimizdagi ba'zi bolalar bilan tanishtiradigan bo'lsam. Ana Yusuf ko'rsanmi? Sinfimizning eng sho'x bolasi. Yonidagi Izzat esa sinfimizda eng a'lochi o'quvchisi. Uchinchi sinov nima edi? Ustoz kirganlarda kim birinchi payqash? O'qituvchi kirganini kim birinchi sezmoqchimidi? Sezyapman. Shundoqqina yaqinimda. Haqiqiy sinov endi darsda boshlanadi. Asalxon? Bular menga 3 ta sinov deyishgandi-yu, O'shanga tishlari sarg'aygan. O'shanga tishlari Yana bitta. O'shanga tishlari sarg'aygan. Ket. O'shanga tishlari sarg'aygan. Rayona, Ha? nima qilyapsan? Tishlarim ko'rolmas, sarg'ayib ketibdi. Tishlaringiz to'satdan sarg'ayganmi? Ana, tishlaringiz sarg'ayib ketibdi. Mana ko'ring-chi. Nimaga tish sarg'ayar ekan? Rayona, yoqqa. Ha, aka, Nimaga tish sarg'ayar ekan? shirinlik olib bersangiz aytaman. Olib beraman, ayt tez. Shuni ham bilmaysizmi, aka? Kuz kirib kelganda hamma joy sarg'ayadi. Shunga tishlaringiz sarg'aygan. Voy, hozir qish-ku. Endi tishlaringiz oqaradi. Boring, shirinlik olib keling. Bore. Ishondi. Laqma.